Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mutaxassislar Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning badanidan Xitoy virusini tozalab chiqarish vaqtini mo'ljarlab chiqdi. Xitoyda kelkun ofatlar davomlashmoqda. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Xitoyning harbiy kuch dokladini e'lon qildi. Pompeo Amerikaning Xitoy o'quvchilarining Amerikada o'qishini va tadqiqot ishlari bilan shug'ullanishini cheklashni o'ylashayotganligini bildirdi. Badanning kasalga qarshi turish kuchini oshirishda yemak-ichmakdagi asosiy talabni asli saqlash kerak. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. John Hopkins Universitetining sonliq ma'lumotlariga qaraganda 1-sentabr kech soat 7gacha dunyo miqyosida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchining jazmlashtirilgan soni 25.600.000 dan oshib ketgan. 853 mingdan ortiq odam qazo qilgan. Xitoy va Eron yuqum ahvolini yushirganlikdan haqiqiy sonliq ma'lumotlar bu statistikadan yuqori ekan. Xitoy virusining eng og'ir ta'siriga uchragan davlat Amerika bo'lib, 6.070.000 dan ortiq kishi jazmlashtirilgan. Kam deganda 184 ming odam qazo qilgan. Amerikaning hozirgi yuqum ahvoli biroz tubanlagan. Sonliq ma'lumotlarga qaraganda Amerika dunyodagi Xitoy virusi bilan yuqumlanish va qazo qilganlar eng ko'p davlat. Uningdan qolsa Braziliya bilan Hindiston. Xitoy va Eronning o'z davlatlaridagi yuqum ahvolini yushirganlik uchun bu ikki davlatning haqiqiy ahvoli va o'lish sonliq ma'lumotlari aniq emas. Yuqum ahvoli Amerika va boshqa davlatlarninkidan og'ir bo'lishi mumkin. Xitoy virusi bilan yuqumlangan bemor birinchi qatimliq sinoqdan taxminan 15 kun, ikkinchi qatimliq sinoqdan 14 kun keyin, uchinchi qatimliq sinoqdan 9 kun keyin qayta tekshirilgan. Tadqiqotchilar Yevropa kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazining tavsiyasiga asosan bu vaqt oralig'ini belgiladi. Asli kelgan bemorlarning taxminan 60.6% keyingi qatimliq iz qo'g'lab tekshirishda manfiy chiqqan. Yana bir tekshirishda bu bemorlarning faqat 78.7% ning manfiy ekanligi isbotlangan. Tadqiqot guruhi taxminan 5 dan 1 qism kishi manfiy sinoqning yolg'on pozitiv ekanligini ko'rsatdi. Bu nurg'un kishilarning manfiy sinoqni boshdan kechirganligidan bilmayli boshqalarga tarqatadiganligidan derak beradi degan. Tadqiqotchilarning bildirishicha, bemorning uda 2 qatim tekshirish natijasi manfiy bo'lgandan keyin Xitoy virusining tozalanganligi aniqlanadi ekan. Odatda bemorlarning Xitoy virusi deb diagnoz qo'yishining 30 kun atrofida, kasallik alomatlari ko'rilgandan keyin 36 kun atrofida vaqt ketadi ekan. Yaşangan bemorlar va og'ir yuqumlanuvchi bemorlar virusni badandan tozalashga texim uzun vaqt ketadigan bo'lib, 50 yoshdan tövellar 38 kun. Doktorxonada yotmagan bemorlar taxminan 33 kun. Doktorxonada yotgan bemorlar taxminan 38 kun vaqt sarf qiladi ekan. Sentabr Xitoyning Sichuan va Changjiang daryosining ustunki yaqinidagi boshqa joylarda yoqqan qattiq yomg'ir sababidan Changjiang daryosining ustunki yaqini va tarmoq yaqinlarining suv o'rni shiddat bilan o'rlab, bir kun ichida Changjiang daryosi Chongqing Kanton gidrologiya punkti cheklim suv o'rni 5 metr o'rlagan. Sansha to'smasi davomli yuqori iqlimdan kelgan kelkun suyini qo'yib bermoqda. Bir oydan buyon tovan yaqinidagi Sichuan, Anhui va boshqa joylar suv ofatining ta'siriga uchramoqda. Changjiang daryosi gidrologiya to'rining xabariga qaraganda, Changjiang daryosi bo'yidagi Chongqing Kanton gidrologiya punktining belgilangan suv o'rni o'tgan 24 soat ichida 5.28 metr eshib, 175.86 metrga yetgan. Sansha to'smasi davomli kelkun suyini qo'yib berib, suvning iqimi sekundiga 31.400 kub metrga yetgan. Changjiang daryosining sig'imi eshib, tovan iqimdagi kelkun ofatini keltirib chiqargan. 30 va 31 avgust Sichuanning ko'p shahar noyalari qattiq yomg'irning hujumiga uchrab, kelkun ofati yuz bergan. Yerliklarning so'ziga qaraganda, bu bir asrdan buyon ko'rilib boqmagan cho'ng kelkun ekan. Anhui өлkəsinin Lujiang nahiyəsini bir ay suv besib ketgan bo'lib, kentliklarning uylari vayron bo'lgan. Anhuydagi ofatning ta'siriga uchragan kishilarning qachon ofatdan qutulib, yurt makonlariga qaytishi texnik noma'lum ekan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi 1-sentabrda yillik Xitoy harbiy kuch dokladini e'lon qilib, Xitoyning harbiy kuchining yangi taraqqiyoti, shundaqla Hind Tinch okean va boshqa rayonlardagi strategik orzusini sharhlab tahlil qilgan. Amerika 2018-yili Xitoyni strategik raqobatchi deb bekitgan. Yaqinqi mezgildagi G'arbiy Tinch okeanda ikki davlat armiya o'rtasidagi tirgishning ochiq oshkor bo'lishi bilan Xitoyning harbiy taraqqiyoti Amerikaning diqqatini qo'zg'agan. 200 betlik Xitoy harbiy kuch dokladida Xitoy 2035-yili harbiy zamonaviylashtirish asosiy jihatdan tamomlab, 2049-yili atalmish Xitoy millatining ulug' gullanishini ishga oshirib, xalq ozodlik armiyasini dunyoviy harbiy holatga keltirdi. Xitoy allaqachon dunyodagi eng chong armiya va dengiz armiyasiga ega bo'lgan. Garchi Xitoy dunyoviy harbiy kuchining nimaligini aniq bilmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy mush asrning o'ttirlaridan ilgari Amerika yoki boshqa chong kuchlarga o'xshash harbiy kuchni taraqqiy qildirishga tirishmoqda. Hatto ba'zi sohalarda eshib ketishi mumkin deb qaralgan.
Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining Xitoy ishlari bilan shug'ullanadigan muavin yordamchi katibi Chad Spragia Washingtondagi aqlli ombiri Amerika korxona tadqiqot markazi tarafidan o'tkazilgan suhbat yig'inida tasvirlab, Xitoyning harbiy strategiyasi bo'lsa siyosiy va ijtimoiy zamonaviylikni qat'iy qo'llashib, davlat kuchini kengaytib, boshqarish sistemasini mukammallashtirish, shundaqla xalqaro tartibni o'zgartirish qatorliqlar. Xitoyning yaqin yillardan buyon o'zining ichki siyosati va strategik xirslariga taqobil turish iqtidoriga bo'lgan ishonchining oshqonligini ko'zda tutganda, bu o'ziga bo'lgan ishonch Xitoy xalqaro qilgan ishlarda aniq ifodalanadi degan. Egilinishcha, Oqsaroy bu yilgi Xitoyning harbiy kuchi to'g'risidagi dokladida Burma, Tailand, Pokiston, Keniya va Tojikistonni o'z ichiga olgan Xitoy armiyasining bir yurish mumkin bo'lgan Yoshurun bazasi yoki ashyo obort markazini aniq tizib chiqqan. Xitoy harbiy kuch doklati harbiy kuch tarafdan boshqa Xitoyning madaniyat apparatlari, axborot vositalari, korxona, ilm-fan va siyosat chambarak ta'sir doirasini kengaytirish orqali strategik nishonga yetmoqchi bo'lganligini, yaqinqi vaqtlarda Amerika oliy bilim yurtlari va tadqiqot apparat organlarining ba'zi bir xodimlarining Xitoy uchun necha 10 milliard Amerika dollari qiymatidagi bilim mulk huquqi o'g'irlaganligi qayd qilingan. Amerika Davlat ishlari katibi Pompeo Prezident Trumpning barliq Xitoy o'quvchi va tadqiqotchilarning Amerikaga kelib o'qishini va tadqiqot ishlari bilan shug'ullanishni vaqtincha cheklash uchun jiddiy tadbir qo'llanishni o'ylashayotganligidan bishorat berdi. 31 avgust Pompeo Washingtondagi Vlam radio stansiyasining programmasida Xitoy kommunistik hokimiyati har xil yo'llar bilan Amerika universitetlari va tadqiqot organlariga singib kirib, Amerikadagi bilim mulk huquqidan necha 10 milliard dollar qiymatida o'g'irlandi. Trump bu xil qilmishni to'xtatishni qaror qildi. Yana qilishga tegishlik yana nurg'un ishlar bor. Garchi bu yerga kelgan har bir Xitoy o'quvchi Xitoy kompartiyasida ishlashga buyurilmasa-mu, Prezident Trump bu xil tadbirlarni astoydil o'ylashyapti. Prezident Trump chiqarmoqchi bo'lgan qarorni oldin muzokara qilishni xohlayman. Kelgusi bir necha hafta yoki oylarda texmi ko'p uchurlarni ko'rsatiladigan. Bu yil may oyida Trump buyruq tushirib, Xitoy armiyasiga chetishlik Xitoy fuqarolarining Amerika universitetlarida aspirantlikda o'qish yoki doktorlik unvoniga erishish uchun o'quvchilar va olimlarning viza olishini cheklagan. U ayni vaqtda Amerikadagi to'liq kurs saviyasida yoki uningdan yuqori saviyada o'qigan Xitoy armiyasi bilan shug'ullangan yoki qatnashgan Xitoy o'quvchilari yoki tadqiqotchilarining Xitoy hukumati tomonidan munosabatli axborot va texnika josuslik qilish uchun ishlatilishi yoki qabul qilinishi mumkinligini Kasalga qarshi turish kuchini oshirishda yemak-ichmakdagi asosiy talabni as tutish kerak. Birinchi, ta'mi bak kuchli tomoqdan yiroq turish kerak. Yemaklikning ta'mi sus bo'lsa, ozroq poroqliq material, piyoz, zanjivil talqini, kunjut qiyami, yer yangi qiyami qatorliqlarni qo'shib ta'mini kuchaytirishga bo'ladi. Tuz va boshqa tuzliq ta'm tangshig'ichlarni bak ko'p ishlatmaslik kerak. Ikkinchi, tatliq yemeklarni ko'p iste'mol qilmaslik. Tatliq ichimliklarni tashlash kerak. Tatliq yemekliklarni onda-sonda biror qatim yesak bo'ladi, lekin tatliq yemak-ichmakka berilib ketishga bo'lmaydi. 3. Ko'p miqdordagi meva va ko'ktatlarni tomoq o'rnida yemaslik kerak. Agar tomoq bak mayliq bo'lsa, qo'shimcha yesa bo'ladi, lekin uzoq muddat yeganda badanda oqsil yetishmaslikni keltirib chiqaradi. 4. Ko'p miqdordagi dengiz mahsulotlarini tomoq o'rnida yemaslik kerak. Amaliyotda bunday qilish oshqozon, huchay, jigar, börekning yukini oshirib o'tib qolmay, immunitet kuchiga foydasiz. 5. Tomoqni vaqtida yeyish, tayyorlik nashtini cho'qim qilish kerak. Har bir vaqt tomoq sal qarmaslik yoki tomoq yeyish vaqtini bak kechiktirib o'tmaslik kerak. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.